Assalomu alaykum, hörmətli Uyğur qeyrindaşlar. Xəbər kanalımıza xoş gəldinglar. Bugün 8 ayının 9 günü. Yeni bir xoş xəbərini sizlərə sunmaqçı. U bolsunmu Şveysariya bankaları Xitay parxor əməldarlarının pullarını tonlatmaqçı. Alma gazetining e'lon qilishicha, Şveysariya davlati aldığımızdaki 10 ayda Xitay parxor əməldarlarının pulunu tonlatish uchun yangi qonun loyihasiga bilet tashlamoqchi. Bu orqali Şveysariya bankaları Xitay hökumət əməldarlarının insan hüquqlarini dəfsəndi qıladigan, insanların erkinligini boğdigan qilmishlarini tosmoqchi. Hamda Şveysariya bankaları Xitayning qonxo'r, parxo'r, chirik əməldarlari bilan muomala qilish yo'llarini tosmoqchi. Alma gazetining deyishicha, Şveysariya hukumati 10 aydagi qonun loyihasini ma'qullasa, Şveysariyaning Hong Kongda turishliq bankaları Xitayning inson huquqlariga tajovuz qilayotgan amaldorlari bilan muomala qilayotgan tijoratini to'xtatdi ekan. Şveysariya bankalaridagi pullarni to'ltib etish yoki bo'lmasa bank hisoblarini amaldan qoldirib etib, pullarni o'zi qaytarib berib etish ishlarini qiladi ekan. Bu harakat Xitoy parxo'r, qonxo'r amaldorlarga nisbatan ajallik bir zarba bo'ladi ekan. Şveysariya hukumati Xitoyning amaldorlariga qo'llangan bu jazo Amerika Angliyaning jazosidanmi bek muhim o'rinda turadi ekan. Xitoy parxo'r amaldorlari Hong Kong amaldorlari huquqlaridan foydalanib topgan pullarni asosan Hong Kongdagi Şveysariya bankalariga qo'ygan ekan. Bu Xitoy parxo'r amaldorlari Şveysariya bankalarini Angliya, Amerika bankalaridanmi ishonchli deb o'ylab, butun pullarni Şveysariya bankasiga to'plagan ekan. Bu yil 11 ayning 29 kuniga qadar Şveysariyada 2 qonun loyihasiga bilet tashlash harakati elib berildi ekan. Birinchi qonun loyihasining mazmuni bo'lsa, shirkatlar inson huquq masalasi va muhitni asrash masalasini ustiga ilish shart qilindi ekan. Ikkinchi qonun loyiha bo'lsa, qurol savdo ishlari bilan shug'ullanadigan shirkat va shaxsiylarga mablag' yetkazib berish ishlarini cheklash. Bu ikki qonunning asosli mazmuni inson huquqini qo'g'dash, muhit asrash, tinchlikni qo'g'dash qatorliq mazmunlarni o'z ichiga oldi ekan. Bu qonun loyiha asosan Shveysariyaga qarashli shirkatlarga nishon qilingan ekan. Hammamizga ma'lum, Shveysariyada eng ko'p shirkatlar asosan bank bo'lib hisoblanadi ekan. Bu banklar inson huquqiga, muhit asrashga, urushga munosabatlik savdo ishlari bilan chetilib qolsa, ma'qullangan qonun loyihasining mazmuni bo'yicha javobgarlikka tortildi ekan. Bu qonun loyiha ma'qullangandan keyin Shveysariya hukumati Shveysariya banklarini qonunliq tekshirish harakatini ilib bora oladi ekan. Masalan, Shveysariya bankasiga pul qo'ygan xaridorlar ichida inson huquqini dafsanda qiladigan, ishlarga chetishlik xaridorlar bormi yo'q, dunyoning muhitiga buzg'unchilik qilayotgan odamlar bormi yo'q, qurol savdosi bilan shug'ullanayotgan shirkat va shaxsiylar bormi yo'q, bularning hammasini surishti qila oladi ekan. Agar yuqorqi ishlar bilan shug'ullangan shirkat va shaxsiylar bo'ladi ekan, shu shirkat va shaxsiylarga yeshil chiroq yiqib berayotgan Shveysariya bankalari qonuni bo'yicha jazolanadi ekan. Qonun loyiha ma'qullangandan keyin Shveysariya bankalari ahvolga qarab yuqorqi jazolanishga tegishlik shirkat va shaxsiylarning pullarini to'ltib qo'ya oladi ekan yoki bank hisobini amaldan qoldirib pullarini qaytarib berib etar ekan. Bu qonun loyihasini o'tirib qo'ygan va loyihalovchi odamning asosli tashabbusi bo'libmi taraqqiy qilayotgan davlat va rayonlardagi inson huquqini dafsanda qilayotgan hukumat va shaxsiylarga jazo yurgizdi ekan. Taraqqiy qilayotgan davlat va rayonlar deganimiz Xitoy davlatini o'z ichiga olgan O'rta Osiyo davlatlari, Janubiy Osiyo davlatlarimi kirdi ekan. Qonun loyihasiga bilet tashlash ishini tashabbus qilayotgan komitetlar bo'lsa, sobiq Shveysariya parlament a'zolari, sobiq Shveysariya sud amaldorlari, yana hozir vazifa o'tayotgan Shveysariyadagi xalqaro kechirim tashkilot guruhisimi bor ekan. Xalqaro kechirim tashkiloti bo'lsa, kunda degidek Xitoy hukumatiningki inson huquqlarini dafsanda qilayotgan to'g'risida kunda degidek xabarlarni e'lon qilib turayotgan ekan. Xalqaro kechirim tashkiloti bo'lsa, dunyoning har qaysi joylariga, bo'libmi Xitoy davlatining har qaysi joylariga berib xabar ola oladi ekan. Xalqaro kechirim tashkilotining odamlari bo'lsa, dunyoning har qaysi joylaridagi insonlar orasida mavjud ekan.
Bo'libmi Xitoy hukumatı inson huquqini qaysi darajada dafsanda qilayotganligini intayin aniq bilib tura oladi ekan. Bo'libmi Xitoy hukumatining qaysi amaldorlari qaysi darajada inson qilbidan chiqqan harakatlar bilan shug'ullanyotidi, shu qadar aniq bilib tura oladi ekan. Şuna xalqaro kechirim tashkilotining organi Xitoy davlatida inson haqlarini dafsanda qilayotgan har qanday bir amaldorlarning ma'lumotini ilib ustal ustiga qo'ya oladi ekan. Shveysariya bankalarimi bu ma'lumotga qarab inson huquqini dafsanda qilish ishlari bilan chetishliq Xitoy parxor amaldorlarining ma'lumotini darhol izlab topa oladi ekan va u parxor amaldorining qanchalik pulning borlig'ini darhol bilalaydi ekan. Hem darhol to'ng tetalaydi ekan. Hozir aniqlashga qaraganda 100 Xitoy parxor amaldorlarining Shveysariya bankalarga qo'ygan pullari 7 trillion 800 milliard dollarga yetibdi. Bu 7 trillion 800 milliard pul degan Amerika va Xitoy o'tirsidagi savdoning 10 necha hassiga to'g'ri keldi ekan. Bu zo'r mablag'ni Xitoyning 100 amaldori Shveysariya bankasiga qo'yib olgan ekan. Bu 7 trillion 800 milliard Amerika dollarini 100 Xitoy beshiga taqsim qilganda 78 milliard dollar bo'ladi ekan. Odam beshiga aylangan 78 milliard Amerika dollari degan pul Xitoy o'zi xalqaro e'lon qilgan Xitoyning boy savdogarlari deb e'lon qilgan boylardanmi nechasi ishib ketibdi. Xitoy o'zi e'lon qilgan savdo korxonachilar degan boylardan ishib ketdi degan gap. Undaqda Shveysariya bankasiga pul qo'ygan bu 100 odam zodi kim? Xitoy davlati o'zi biz minbirda e'lon qilgan savdo korxonachi boylar degan tizimlikda bu 100 odamning tizimligi yo'q. Savdo korxonachi boylarning iqtisodi ochiq oshkora. Lekin bu 100 odamning puli maxfiy tutilgan. O'zini maxfiy tutib oshkora qilolmaydi degan gap. Albatta bu Xitoy amaldorlari. Bu 100 Xitoy amaldorlari bo'lsa, Xitoy hukumat beshida huquq tutgan huquqdorlar, parxor amaldorlar, kona cho'ng huquqdorlarning bolalari deyishga bo'ladi. Shunga bular o'zini oshkorlayolmaydi. Xitoy chirik amaldorlarining hozir Shveysariya bankasida jami ochgan bank hisobi 5000 dan oshadi ekan. Bu bank hisoblarida qanchalik pul borligini insonlar tasavvur qilolmaydi ekan. Bu bank hisob ochqizganlar asosan Xitoy hukumatining parxor amaldorlari, chirik amaldorlari, huquqdorlarning bolalari, qizil kommunist arboblari ekan. Shunga 11-oyda Shveysariyaning bu qonuni yo'lga qo'yilsa, Xitoy davlatidagi inson huquqlariga tajovuz qilayotgan Xitoy amaldorlari bo'libmi Uyg'urlar ustidan ilib bo'lgan vahshiylarcha fashistlik harakatlariga chetishlik bu Xitoy amaldorlarining kunlari zavollikqa uchraydi degan gap.